Hozirlarga Vipkart mini telefonni qanaqa to'g'ri ishlatish kerakligi haqida o'rgatib o'taman. Vipkart yonida knopkasi bor, yoqib o'chiradigan knopkasi bu. Zaryadni oladigan USB porti, SIM karta qo'yadigan sloti eng kichkina nano SIM karta tushadi. SIM karta xuddi shu ko'rinishda qo'yish kerak bo'ladi. Kesilgan taraf ichkarida bo'ladi, yozuv taraf pastda. Iloji boricha yaxshi kompaniyaning SIM kartasini qo'yinglar. Sviyazi yaxshi bo'lsa, ovozlari yaxshi tinib eshititiladi. Keyingi qiladigan ishimiz naushnikka batareyka qo'yish. Batareyka xuddi shu ko'rinishda qo'yish kerak bo'ladi. Birinchi qopqog'iga qo'yamiz. Keyin naushnikni yopamiz. Naushnik ishlatishga tayyor bo'ldi. Mikro naushnikka batareyka qo'yganimizdan keyin Vipkartimizning mana bu knopkasi bor. Shu burchaga surish kerak bo'ladi. Burchaga surilgandan keyin ovoz eshitiladi. Hozir naushnik bilan Vipkart bir-biriga ulandi. Endi bemalol Vipkartga telefon qilib ovozdan eshitish mumkin bo'ladi. O'ng taraf quloqga qo'yilganda mana bu teshigi bo'ladi. Old tarafi, orqa tarafini qo'yiladi. Mana shunday orasida bo'lishi kerak. Mikrofoni mana oldida turishi kerak. Ovozi yaxshi eshitiladi.